Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan siyosatlari va Xitoydagi boshqa dindikilarga qarshi qarorlari 2019-yili dunyo jamoat fikri yaqindan ko'ngil bo'lgan insonparvarlik krizislari orasida yer oldi. Anadolu agentligining xabar qilishicha, 2017-yildan buyon Sharqiy Turkistonda yo'lga qo'yilgan yig'ilish lagerlariga aloqador nurg'un savollar dunyo kuntartipida o'rin oldi. Xitoyning tarixiy masjidlarni cheqishi, islomni xitoylashtirish va diniy kitoblarni kompartiya ideologiyasiga moslashtirish qatorliq islom va boshqa dinlarga qarshi harakatlari dunyoning diqqatini tortdi. Sharqiy Turkistonda Xitoy doiralari kasbiy tarbiyalash markazlari deb ataydigan, lekin xalqaroda yig'ilish lagerlari deb atalgan o'rinlarda oz deganda 3 million Uyg'ur va boshqa musulmonlar tutib turilmoqda. Cumhuriyet Xalq Partiyasi Afyon Qarahisar millat vakili va Turkiya Büyük Millat Meclisi katibat a'zosi advokat Burcu Köksal hukumatning nima uchun Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarga yurgizayotgan kishilik huquq tajovuzchilarga sukut qilganligini Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'dan so'radi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchilarga qarshi 2019-yili 8-iyulda 22 davlat imzo qo'ygan bir maktubning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga sunilganligi haqida to'xtalgan Köksal, bu maktubga imzo qo'yganlar orasida nima uchun Turkiya yo'q? Biz nima uchun ular uchrayotgan zulmga sukut qilamiz dedi. U Çavuşoğlu'ning bunu savollarga javob berishini talab qildi. Milliy, diniy va madaniyat bog'larimiz bo'lgan Uyg'urlarning o'z haq-huquqlarini qo'g'dishi va hurlik uchun nima uchun tirishchanlik ko'rsatmaymiz? Nima uchun Uyg'urlarga Suriyaliklarga ko'ngil bo'lganda ko'ngil bo'lmaymiz? Hong Kongda hukumat binosi joylashgan markaziy rayondagi Edinburg saroy maydonida o'qituvchilar birlashmasi tarafidan o'tkazilgan namoyishga qatnashgan minglagan kishi hukumatga qarshi namoyish o'tkazdi. Başlangıç, o'rta maktab o'qituvchilari bilan birga oliy maktab o'qituvchilari qatnashgan namoyishda Hong Kong hukumatining o'tgan yili 6-oydan buyon davomlashayotgan namoyishlar bilan aloqasi bor degan bahona bilan ba'zi o'qituvchilarga bisim tushirilganligi va ularni ishdan haydashga urinayotganligi o'tirib qo'yildi. Bu harakat oq terrorlik deb tasvirlangan namoyishda o'qituvchilar namoyish maydoniga qurilgan munbarlarda o'zlari duch kelgan masalalarni tunishtirdi. Malayziya hukumati Xitoyning talablariga qarshi Janubiy Xitoy dengiziga egilik huquq talabidan voz kechmaydiganligini bildirdi. Malayziya Tashqi ishlar ministri Sayfiddin Abdullah muxbirlarga so'z qilganda, Janubiy Xitoy dengizida maxsus iqtisodiy rayon qurish haqida o'tgan oy Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bir iltimos sunganligini bildirdi. U Xitoyning bunga qarshi chiqqanligini, lekin bunday bo'lishini o'zlarini oldin mo'ljallaganligini aytdi. O biz Xitoyning bunda qildiganligini bilardik, lekin Xitoy qarshi turdi deb egilik huquq talablarimizdan voz kecholmaymiz dedi. Amerika Mudofaa Ministrligi Eron Inqilob Muhofizat armiyasi Quddus qismi qo'mondoni Qosim Sulaymonning Iroqda havo hujumida o'ldirishidan keyin Eronda kuchayayotgan o'ch ilish sadolariga qarshi tadbirlarni qo'llanganligini bildirdi. Beşburcaklik bina rayonda kuchayayotgan tahdidlarga qarshi rayonga 3000 askar avatadiganligini bildirdi. Buningdan burun rayonga 750 askar avatgan edi. Yana bir tarafdan Eron Davlat bexatarlik oliy komiteti jiddiy yig'in o'tkazdi. Yig'indan keyin e'lon qilgan bayonotda Amerikaning rayondagi eng chong strategiyalik xatolik o'tkazganligi, Sulaymonning intiqomini olish uchun eng qattiq tadbirlar qo'llanganligini bildirdi.